İsmim Abror. Men Blackwell'da ishlayman. Men Toshkent shahrida Chilonzor tumanida yashayman. Shahrimni markazda joylashganini yaxshi ko'raman. Blackwell'da starshiy bo'lib ishlayman. O'z vazifamga kiradigan kачествосiga qarash, mahsulotlarni tekshirish, har bir ishchilarni ustida kuzatish, shu jarayonlarni tekshiraman. Hunarimni 2011-yilda ishlashni boshlaganman. Toshkent shahrida boshlaganmiz. Shu charm teri mahsulotlaridan sifatli mahsulotlar chiqarishni boshlaganmiz. Blackwell'da taxminan 2011-yildan boshlab ishlayman. Ish jarayonida yaratgan bir mahsulotni yaxshi sifatli chiqqan taraflarini ko'rib, o'sha sifatlarni yaxshi ko'raman. Albatta o'z ishlagan joyimdan har bir chiqqan mahsulot esimga keladi va birinchi o'rinda sifatli mahsulot bo'lgani uchun esimga keladi. Hidlari, shu jarayonlari keladi. Bu ya'ni teri charm mahsulotlar chiqarish vazifasi bo'lgani uchun shu ishda ishlash, asosan charmda ishlashni yaxshi ko'raman. Bu hobbi emas, o'zimni vazifam bo'lgani uchun, o'zimni qiziqishim, yo'nalishim shu bo'lgani uchun shunda ishlab kelaman va yaxshi ko'raman. Yaxshi mahsulotlar chiqarish, yengilli narsalarni chiqarish, shu uchun ishlab kelaman va shu ustida ishlashni yaxshi ko'raman. Blackwell'da eng yoqtirgan buyumim ko'p. Misol uchun chiqargan mahsulotimiz remen, misol uchun har bitta sumkani o'zini tutadigan yo'nalishi bor, shu sumkalar yoqadi. Albatta soatga remishok yasash yoqadi. Blackwell deganda assotsiatsiyasiga shu har bitta terini ustida har bir ranglarni o'ziga jilo qilish ustida ishlash va undan tayyorlanadigan mahsulotlarni sifatli chiqarish, har bitta o'sha chiqargan mahsulotimizga klientlarimizga yoqqan sifatlari shu assotsiatsiya xayolimga keladi. Stop.